Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz hammamizni kutayotgan, balki allaqachon duch kelgan eng dolzarb masalalardan biri pensiya masalasiga bag'ishlanadi. Bugungi kunda ko'pchilik keksa avlod vakillari va hatto yoshlar ham pensiyaga chiqqandan keyingi hayot haqida jiddiy tashvishlanmoqda. Bu video sizning kelajagingizni, moliyaviy barqarorligingizni hal qiluvchi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ishoning bu ma'lumotlar sizning hayotingizda qandaydir burilish yasashi mumkin. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va diqqat bilan tinglang. Chunki bugun gaplashadiganlarimiz har biringizga tegishli va umringizning eng osoyishta davri hisoblanishi kerak bo'lgan keksalik davringizni qanday o'tkazishingizni hal qilishi mumkin. Pensiya masalasi avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi ilgarilari? Ya'ni Sovet davrida yoki undan keyingi dastlabki yillarda pensiya masalasi nisbatan sodda va tushunarli edi. Davlat hamma narsani o'z zimmasiga olgandek tuyulardi. Ish staji bor, ma'lum bir yoshga yetdi, bo'ldi, pensiya tayinlanardi. Odamlar o'z kelajaklari haqida bugungidek qattiq tashvishlanmasdilar. O'sha paytda iqtisodiyot rejali edi, ish o'rinlari barqaror edi. Hatto maoshlar ham nisbatan o'zgarmas edi. Pensiya miqdori ko'pincha so'nggi ish haqi yoki ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi va odamlar bu tizimga to'liq ishonardilar. Davlat o'z fuqarolarga kafolat beradigandek tuyulardi va ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham hayot darajasi kesin pasaymasligiga ishonardi. U paytlarda pensiya fondiga ajratmalar ham markazlashgan tizim orqali amalga oshirilardi va fuqarolar o'zlarining shaxsiy hissa qo'shishlari haqida deyarli o'ylamasdilar. Hamma narsa ma'lum bir sxema bo'yicha avtomatik tarzda sodir bo'layotgandek edi. Hattoki mehnat daftarchasidagi har bir yozuvning qanchalik muhim ekanligini hamma ham to'liq tushunmasdi. Chunki tizim barqaror va ishonchli deb hisoblanardi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat tubdan o'zgardi. Global iqtisodiy o'zgarishlar, demografik muammolar, inflyatsiya va davlat byudjetiga tushadigan yuklamaning ortishi pensiya tizimini jiddiy sinovdan o'tkazmoqda. Ilgari har bir nafaqaxo'rga bir necha ishlovchi odam to'g'ri kelgan bo'lsa, hozir bu nisbat keskin o'zgarib bormoqda. Yoshlar kamayib, nafaqaxo'rlar soni ortib bormoqda. Bu shuni anglatadiki, pensiya fondiga tushadigan mablag'lar nafaqaxo'rlarga yetmay qolishi xavfi tobora ortmoqda. Davlatlar pensiya yukini yengillashtirish maqsadida turli islohotlar o'tkazmoqda. Bu esa pensiya shartlarini murakkablashtirib, ba'zan esa qat'iylashtirmoqda. Endi oddiygina ish staji bor. Yoshi 7 degan tushunchaning o'zi yetarli emas. Endi pensiya miqdori nafaqat ish stajiga, balki rasmiy ish haqingiz miqdoriga, pensiya fondiga siz yoki ish beruvchingiz tomonidan o'tkazilgan ajratmalarning muntazamligiga, inflyatsiya darajasiga va hatto pensiya tayinlanishidan oldingi ma'lum bir muddatdagi o'rtacha ish haqingizga ham bog'liq bo'lib qoldi. Ya'ni avvalgidek sodda va tushunarli tizimdan ancha murakkab, ko'p omilli tizimga o'tdik. Bu esa har bir fuqarodan o'z kelajagi haqida yanada jiddiyroq o'ylashni va faol harakat qilishni talab etadi. Aks holda kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklar bilan duch kelish ehtimoli juda yuqori. Siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy jihatlar, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Pensiya tizimi bo'yicha hozirgi holatni tushunish uchun bir nechta muhim jihatlarni bilishimiz shart. Birinchidan, pensiyaga chiqish uchun minimal talab qilinadigan ish staji mavjud. Bu talablar vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lish lozim. Ikkinchidan, pensiya yosh ham genderga qarab farq qiladi. Ayollar uchun odatda erkaklarnikidan pastroq bo'ladi. Ba'zi kasblar, masalan, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlar yoki maxsus xizmat sohalarida faoliyat yuritganlar uchun muddatidan oldin pensiyaga chiqish imkoniyatlari ham mavjud, ammo bu shartlar qattiq nazorat qilinadi. Uchinchidan, pensiya miqdorini hisoblashda sizning rasmiy ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan ajratmalar muhim rol o'ynaydi. Agarda siz rasmiy daromadga ega bo'lmagan bo'lsangiz yoki ish beruvchingiz bu ajratmalarni muntazam ravishda to'lamagan bo'lsa, pensiya miqdoringiz sezilarli darajada kamayishi mumkin. Hozirda ko'pchilik mamlakatlarda, shu jumladan bizning hududimizda ham pensiya hisob kitoblarida ball tizimi yoki individual koeffitsiyentlar qo'llanilmoqda. Bu degani pensiya nafaqat stajga, balki ish staji davomida qilingan ajratmalarning umumiy hajmiga ham bevosita bog'liq bo'ladi. Endi kimlar tashvishlanishi kerakligi haqida gapiraylik. Birinchi navbatda ish stajida uzilishlari bor.
ya'ni bir necha yil davomida rasmiy ishlamagan yoki qora ishda faoliyat yuritgan shaxslar qattiq tashvishlanishlari lozim. Misol uchun Mirzayeva Dilfuza opani olaylik. U uzoq yillar tikuvchilik sexida ishlagan. Lekin so'nggi 15 yil davomida rasmiy ro'yxatdan o'tmagan, shaxsiy tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Lekin pensiya fondiga hissa qo'shmagan. Uning ish staji bor. Lekin oxirgi rasmiy ish staji juda uzoq yillarga to'g'ri keladi va maosh ham juda past edi. Hozir u 58 yoshda va pensiyaga chiqish arafasida. Uning hisob kitoblariga ko'ra u juda kam pensiya oladi. Chunki uning so'nggi yillardagi daromadi rasman aks etmagan va pensiya fondiga tegishli ajratmalar o'tkazilmagan. U pensiyaga chiqishdan oldin o'z ahvolini yaxshilash uchun hech qanday choralar ko'rmagan edi va hozirda juda qiyin vaziyatga tushib qolgan. U nafaqat minimal pensiya oladi, balki uy ro'zg'or xarajatlarini qoplash uchun ham qiynaladi. Shuningdek, rasmiy bo'lmagan tarzda ishlagan shaxslar, ya'ni dehqon bozorlarda, xususiy ustaxonalarda yoki uyda ishlab daromad topgan. Ammo pensiya fondiga hech qanday ajratma qilmagan fuqarolar ham pensiya masalasida jiddiy muammolarga duch kelishadi. O'z-o'zini band qilgan. Lekin qonuniy ro'yxatdan o'tmagan yoki ixtiyoriy ravishda pensiya fondiga badal to'lamagan shaxslar ham xuddi shu toifaga kiradi. Yoki sizning rasmiy maoshingiz juda past ko'rsatilgan bo'lsa ham, bu kelajakdagi pensiya miqdoringizga salbiy ta'sir qiladi. Ko'pchilik ish beruvchilar soliqlarni kamaytirish maqsadida ishchilarga qisman konvertda maosh berishadi. Bunday vaziyatda sizning pensiyangiz faqat rasmiy ko'rsatilgan maoshdan hisoblanadi. Bu esa keksalikda juda achinarli ahvolga olib kelishi mumkin. Pensiyaga chiqish arafasida turgan, ammo o'z mehnat daftarchasini tekshirmagan yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarga befarq bo'lgan har qanday kishi ham xavf ostida. Ularning pensiya fondiga yillar davomida to'plagan ma'lumotlarda xatoliklar yoki kamchiliklar bo'lish ehtimoli bor. Bu esa pensiya tayinlanishini kechiktirishi yoki uning miqdorini kamaytirishi mumkin. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligi haqida so'z yuritaylik. Birinchi navbatda butun ish faoliyati davomida rasmiy ish stajiga ega bo'lgan, daromadlari qonuniy rasmiylashtirilgan va pensiya fondiga muntazam ajratmalar o'tkazilgan shaxslar. Masalan, Alisher aka 60 yoshda. U butun umri davomida davlat tashkilotida injener bo'lib ishlagan. Uning ish staji 40 yil. Maoshi doimiy va nisbatan yuqori bo'lgan. Pensiya fondiga ajratmalar muntazam o'tkazilgan. Alisher akaning pensiyasi hisob kitoblariga ko'ra o'rtacha pensiya miqdoridan ancha yuqori bo'ladi. U pensiya masalasida nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Chunki uning moliyaviy kelajagi ma'lum darajada kafolatlangan va u oilasi bilan pensiyaga chiqqandan keyin ham munosib hayot kechirishi mumkin. Shuningdek, pensiya fondidan tashqari shaxsiy jamg'armalarga ega bo'lganlar, masalan, bank depozitlarida mablag' saqlagan, ko'chmas mulkka sarmoya kiritgan yoki boshqa turdagi investitsiyalar qilgan shaxslar ham o'z kelajaklariga nisbatan ancha ishonchli qarashlari mumkin. Ularning pensiya daromadlariga qo'shimcha ravishda shaxsiy moliyaviy zaxiralari bo'ladi. Bu esa kutilmagan vaziyatlarda juda katta yordam beradi. Davlat sektorida, ayniqsa byudjet tashkilotlarida uzoq muddat barqaror ishlagan shaxslar ham odatda pensiya ta'minoti bo'yicha kamroq xavotirlanishadi. Chunki ularning ish staji va ajratmalari qonuniy tartibda amalga oshiriladi. Biroq shuni unutmangki, har qanday sharoitda ham pensiya tizimidagi doimiy o'zgarishlar va inflyatsiya ta'sirini inobatga olgan holda har kim o'z pensiya holatini muntazam ravishda tekshirib borishi va moliyaviy kelajagini ta'minlash uchun qo'shimcha choralar ko'rishi juda muhimdir. Hech kim to'liq xotirjam bo'lishi mumkin emas. Lekin ba'zilarning vaziyati boshqalarnikiga qaraganda ancha barqarorroqdir. Istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar pensiya tizimi o'zida ko'plab istisnolar. Kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlarni mujassam etgan bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Keling, avval istisnolar haqida gaplashaylik. Birinchidan, muddatidan oldin pensiyaga chiqish imkoniyatlari mavjud. Bunga nogironlik sababli pensiya, mehnat sharoitlari og'ir va zararli bo'lgan kasblarda ishlagan shaxslar uchun pensiya, shuningdek ko'p bolali onalar uchun pensiya misol bo'ladi. Nogironlik pensiyasi albatta ish stajidan qat'iy nazar ma'lum bir guruh nogironlik tasdiqlangan taqdirda tayinlanadi, ammo uning miqdori ish staji va ajratmalarga qarab farq qilishi mumkin. Farzandlarining soni 5 va undan ortiq bo'lgan onalar ham ma'lum bir yoshda pensiyaga muddatidan oldin chiqish huquqiga ega. Masalan, 25 yoshdan.
Lekin bu yerda ham shartlar bor. Ular kamida ma'lum bir stajga ega bo'lishlari kerak va bolalariga g'amxo'rlik qilishda ma'lum muddat uyda o'tirgan bo'lishlari kerak. Ba'zi kasblar, masalan, to'qon sanoati yoki kimyoviy ishlab chiqarishdagi ishchilar ham muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega. Lekin buning uchun juda qattiq talablar mavjud. Masalan, ularning ishi ro'yxatga kiritilgan bo'lishi va maxsus sharoitlarda ishlash muddati yetarli bo'lishi kerak. Bu yerda hamma narsa yozilgan qonunlarga qat'iy amal qilishni talab qiladi. Ikkinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ham muhim bir istisno. Agar oilaning asosiy boquvchisi vafot etsa, uning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari, voyaga yetmagan bolalar, nogiron turmush o'rtoq, qariyalar ma'lum shartlar asosida pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Bu pensiya oilani og'ir moliyaviy vaziyatdan qutqarishga yordam beradi. Uchinchidan, ijtimoiy pensiyalar mavjud. Bu pensiyalar umuman ish stajiga ega bo'lmagan shaxslarga odatda minimal darajada tayinlanadi. Masalan, yolg'iz yashayotgan keksa fuqarolar yoki nogironligi bor ish staji bo'lmagan shaxslar ijtimoiy pensiya olishlari mumkin. Lekin uning miqdori minimal tirikchilik darajasidan yuqori bo'lmasligi mumkin. Endi kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar haqida. Pensiyaga chiqishda eng ko'p duch kelinadigan muammolardan biri bu hujjatlardagi kamchiliklar yoki xatoliklar. Mehnat daftarchasidagi noto'g'ri yozuvlar, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarning yo'qligi, arxiv ma'lumotlarining mavjud emasligi va boshqalar pensiya tayinlanishini kechiktirishi yoki umuman rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, siz 20 yil davomida bir tashkilotda ishladingiz, lekin tashkilot rahbariyati sizning pensiya fondiga ajratmalaringizni to'g'ri o'tkazmagan. Siz buni faqat pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirganingizda bilib qolasiz. Sizning stajingiz tasdiqlanmasligi yoki hisoblangan pensiya miqdori kutilgandan ancha kam bo'lishi mumkin. Bu juda keng tarqalgan muammo va ko'pincha sudyaga murojaat qilishni talab qiladi. Bu esa vaqt va asabni talab qiladi. Yana bir muhim jihat bu pensiya qonunchiligidagi doimiy o'zgarishlar. Davlatlar demografik va iqtisodiy vaziyatga qarab pensiya tizimini isloh qilib boradi. Ba'zan yangi qoidalar orqaga qarab kuchga kirishi mumkin. Bu esa ba'zi fuqarolarning pensiya huquqlarini o'zgartirishi yoki cheklashi mumkin. Shuning uchun qonunchilikdagi o'zgarishlardan doimiy xabardor bo'lish juda muhim. Inflyatsiya ham pensiya miqdorining sotib olish qobiliyatini pasaytiradigan nozik jihatlardan biridir. Agar pensiyalar inflyatsiya darajasiga mos ravishda indekslanmasa, yana oshirilmasa, yillar o'tishi bilan uning qiymati kamayib boraveradi. Bu esa nafaqaxo'rlarning hayot darajasini yomonlashtiradi. Misol uchun, bugungi kunda 2 million so'm pensiya munosib ko'rinishi mumkin. Ammo 10 yildan keyin inflyatsiya hisobiga bu pulning sotib olish qobiliyati keskin pasayishi mumkin. Shaxsiy pensiya hisoblariga e'tiborsizlik ham jiddiy muammo. Ko'pchilik fuqarolar o'zlarining shaxsiy pensiya jamg'arma hisoblaridagi ma'lumotlarni tekshirmaydi. Ish beruvchining to'g'ri ma'lumot taqdim etganligi yoki ajratmalarni muntazam o'tkazganligi haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmaydi. Bu esa kelajakda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, tibbiy holatning pensiya yoshga yoki imtiyozlarga ta'siri ham bor. Agar sizda surunkali kasalliklar bo'lsa yoki nogironlikka olib keladigan holatlar yuzaga kelsa, bu sizning pensiya tayinlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Ammo buning uchun barcha tibbiy hujjatlar va ekspertiza xulosalari to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Bu yerda ham ma'lum bir qoidalar va tartiblar mavjud bo'lib, ularga qat'iy rioya qilish kerak. Professional maslahatchi yoki pensiya bo'yicha yurist bilan maslahatlashish ba'zi murakkab vaziyatlarda eng to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Ular qonunchilikning barcha jihatlarini bilgan holda sizga aniq yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Xulosa qilib aytganda, pensiya tizimi shunchaki ishladim, yoshim yetdi, pensiya olaman deydigan oddiy tizim emas. Bu o'zida ko'plab istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan qiyinchiliklarni yashirgan murakkab mexanizmdir. Uni tushunish va unga tayyorgarlik ko'rish har bir fuqaroning mas'uliyatidir. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar pensiyaga chiqqandan keyin moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmaslik uchun do'stlar, hoziroq harakat qilishni boshlashimiz kerak. Men sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan ajratmalaringizni to'liq tekshiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadamdir. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz yoki
Hozir raqamli davrda My Bakkokov uz portali orqali o'z shaxsiy kabiningizga kirib, barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. E-mehnat elektron tizimi ham bu borada juda katta yordam beradi. U yerda siz o'z ish stajingiz, ish beruvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar, ish haqi hisobotlari va pensiya ajratmalari haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Diqqat qiling. Agar sizning mehnat daftarchangizda qandaydir xatoliklar, uzilishlar yoki yozuvlar tushirib qoldirilgan bo'lsa, ularni hoziroq tuzatishga harakat qiling. Tashkilotingizning kadrlar bo'limi bilan bog'laning. Kerakli hujjatlarni to'plang. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bu jarayon ancha vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun uni pensiyaga chiqishdan bir necha yil oldin boshlash juda muhim. Ish stajining har bir yili, har bir oyi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun hatto kichik bir uzilish ham kelajakdagi pensiyangizni kamaytirishi mumkin. Xatoliklarni tuzatish uchun ish joyidan ma'lumotnomalar, buyruq nusxalari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bularni to'plashda hech qachon dangasalik qilmang. Ikkinchi qadam, shaxsiy jamg'armalarni yaratishni va sarmoya kiritishni boshlang. Davlat pensiyasiga to'liq ishonib qolish bugungi kunda xavfli. Moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash uchun davlat pensiyasidan tashqari shaxsiy jamg'armalarga ega bo'lishingiz shart. Bank depozitlari, ko'chmas mulk, qimmatli qog'ozlar. Agar siz moliyaviy bozorlarni tushunsangiz yoki hatto xususiy pensiya fondlari, bularning barchasi sizning kelajagingiz uchun qo'shimcha xavfsizlik yostig'i bo'lib xizmat qilishi mumkin. Masalan, har oy daromadingizning 10% ajratib borishni odat qiling. Bu kichik miqdorlar yillar davomida sezilarli mablag'ga aylanishi mumkin. Turli xil sarmoya usullarini o'rganing, moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Agar sizda bir nechta jamg'arma manbalari bo'lsa, iqtisodiy inqiroz yoki kutilmagan vaziyatlarda sizning moliyaviy barqarorligingiz ancha mustahkam bo'ladi. Hech qachon bir savatga barcha tuxumlarni solmang. Ya'ni jamg'armalaringizni diversifikatsiya qiling. 3-qadam, pensiya bo'yicha mutaxassislar bilan maslahatlashing. Agar sizda murakkab savollar yoki shubhali vaziyatlar bo'lsa, pensiya jamg'armasining mutaxassislari yoki pensiya huquqi bo'yicha ixtisoslashgan yuristlar bilan maslahatlashishdan tortinmang. Ular sizning shaxsiy holatingizni ko'rib chiqib, aniq tavsiyalar bera oladilar. Bu pulli xizmat bo'lishi mumkin, lekin u sizni kelajakda minglab muammolardan va katta moliyaviy yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. Mutaxassislar qonunchilikdagi eng so'nggi o'zgarishlar, istisnolar va nozik jihatlar haqida sizga to'liq ma'lumot beradi. Ular sizning hujjatlaringizni to'g'rilashda yoki hatto sud orqali o'z huquqlaringizni himoya qilishda yordam berishi mumkin. 4-qadam. Rasmiy bo'lmagan ish faoliyatingizni qonuniylashtiring. Agar siz norasmiy sektorda ishlayotgan bo'lsangiz yoki o'z-o'zini band qilgan bo'lsangiz, darhol o'z faoliyatingizni qonuniylashtiring. Tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting yoki ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lash tartibini o'rganing. Bu qadam sizning ish stajingizni rasmiy hisoblash va kelajakda pensiya olish huquqini ta'minlash uchun juda muhimdir. Hatto kichik miqdordagi badallar ham yillar davomida to'planib, pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda o'z-o'zini band qilish va soliq to'lash tizimlari ancha soddalashtirilgan. Bu imkoniyatdan foydalanib o'z kelajagingizni ta'minlang. 5-qadam. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlardan xabardor bo'lib turing. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Internet orqali, televideniye yoki pensiya jamg'armasining rasmiy saytlari orqali yangiliklarni kuzatib boring. Yangi qonunlar, farmonlar va qarorlar sizning pensiya huquqlaringizga qanday ta'sir qilishini tushunishga harakat qiling. Bu sizga o'z kelajagingizni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Ba'zi o'zgarishlar sizning foydangizga bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa qo'shimcha choralar ko'rishingizni talab qiladi. Shuning uchun passiv kuzatuvchi bo'lib qolmang. 6-qadam, kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ying. Pensiyaga chiqish vaqti kelganda hujjat yig'ish bilan shoshilishning hojati yo'q. Pasport, mehnat daftarchasi, diplomlar, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, daromadlar haqidagi ma'lumotnomalar kabi barcha kerakli hujjatlarni oldindan tartibga solib, nusxalarini olib qo'ying. Ba'zi hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari yoki ma'lum bir davrdagi daromadlar haqidagi ma'lumotnomalarni topish ancha vaqt talab qilishi mumkin. Bu jarayonni pensiyaga chiqishdan kamida 1 yil oldin boshlash maqsadga muvofiqdir.
hujjatlarning to'g'ri va to'liq bo'lishi pensiya tayinlanish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni kamaytiradi. Har bir hujjatning asl nusxasi va notarial tasdiqlangan nusxasi bo'lishi kerak. Aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Pensiya bu har birimizning kelajagimiz, qariyalik davrimizning moliyaviy asosi. Unga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi. Biz eng yomoniga tayyorlaning degan iborani bejizga tanlamadik. Chunki haqiqat shundaki, pensiya tizimi doimiy o'zgarishda va biz unga moslashishimiz. O'zimizning harakatlarimiz bilan uni mustahkamlashimiz kerak. Moliyaviy savodxonligimizni oshirish, shaxsiy jamg'armalar yaratish va pensiya fondiga ajratmalarni nazorat qilish bugungi kunning dolzarb talabidir. Sizning keksaligingiz osoyishta va farovon o'tishi uchun hozirroq harakatni boshlang. Hech qachon kech emas, ammo qancha ertaroq harakat qilsangiz natija shuncha yaxshi bo'ladi. Bu mavzu bo'yicha sizning qanday fikrlaringiz bor? Siz ham pensiya masalasida qanday qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Izohlarda o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha